Nima? Kechasi bo'ldimi? Kechqurunganim uxlabman-u. Mayli. Kamonchi. Bu Minecraftda oddiy hol. La'natda monster hol deyapti. Barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men Dikir Minecraft. Va bugun men mana shu yerda oddiygina uyimda qishloqda mazza qilib o'tirgan paytim kechqurun turganini qaranglar do'stlar. Kechqurun ham bo'ladimi? Mayli. Bu yoqqa chiqamiz. Xo'sh. Jitil salom. To'xta Jitil. Jitil, nimaga uyimga qochib kirding? Jitil? Qoch, zombi apokalipsi boshlandi. Nimalar bo'ldi? Jitil to'xta. Menga tushuntirib ber, nimalar bo'lyapti? Zombi apokalipsi boshlanib ketdi. Nima? Ertak to'kmanglar. Oddiy bir skeletlar va o'rgimchaklar bor. Hech qanaqa zombilar yo'q. Zombi apokalipsi ham bo'lmaydi ham. O'zi avvalgi safargi zombi apokalipsdan beri haliyam boshim og'riydi. Zombilar yo'q. Shunchaki jitillarning oddiy o'yini. Do'stlar, e'tibor bermaslik kerak ularga. Xo'sh, qo'shnim kecha mendan bel og'ruvdi, o'shani olishim kerak. Xo'sh, mana keldik qo'shni. Nima zombi? Yo'q, qoch. Eshikni och. Yo'q. La'nati zombi. Qo'shni. Yo'q. Demak, rostdan zombi apokalipsi bo'lyapti do'stlar. Tezroq uyga qochish kerak. Tezroq. Mana shu tinchlikdan zombilar ko'rdim. Qishloqda zombilarga aylandi. Nima? Rostdanmi? Men ham ishonishni xohlagandim, afsus yo'q. Mana afsus. Jitillarni o'ldirishga majbur bo'ldik. Ular yomon bo'lsa ham mening qo'shnilarim edi. Ular endi yo'q. Tezroq uyimni himoya qilishim kerak. Qani, opa. Yaxshi. Daraxt chopib olib, uyimni o'rab olaman. Daraxtlarni chopib, uyimni o'rayman. Shunda ular menga teginish olmaydi. La'nat, endi sen ham yo'qshin. Xo'sh. Mana zabor bilan o'rab chiqqanim ma'qul. Mana endi bu yerda o'raymiz. Zombilar kirolmaydigan qilib o'rash kerak. Buni buzolish kerak. Va mana buni yasab olamiz. Zombilar, la'nati zombilar. Mening ikkita qo'shnimning o'limiga sabab bo'lishdi. Ovqat ham oz ko'ryapti. Jitil endi nima qilamiz? Bilmadim, nima qilamiz endi? Jitil oxirgi ovqatni ham yedim. Ana endi faqat kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Jitil ham zombiga aylandi. Afsuski uni ham o'ldirdim. U ham zombiga aylandi. Menga ham yuqqanga o'xshaydi. La'nat uning go'shti.
Yo'q. Do'stlar, zombi qarish boshlanib ketibdi. Uxlab qolman. Yo'q, nerede? Voy lanati. Qornim ham och, jonim och. Tezroq tayyorgarlikimni ko'rishim kerak. Ha, do'stlar, bu qora kunlarga deb olib qo'ygan narsalarim edi. Ularni ishlataman. Mening boshqa ilojim yo'q. Tezroq zirhlarni kiyaman. Yaxshi. Opa. Mana. O'zim kerak narsalarimni olaman. Mana buni ham olamiz. Ular ham kelib qoladi. Tezroq zombilar bostirib kelishdi. Ular tez orada buzib ham kirishlari mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Uxlab bo'lmaydi, la'natda. Tezroq olmani yeyman, yaxshi. Do'stlar, ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz, bu videoning tagida 3 ta like va 3 ta obunachi bersangiz, men ikkinchi qismini chiqaraman. Zombilar salgina kamroq. Mana sizlarga la'natlar. Do'stlar, shaharga qochishimiz kerak. Shaharga. Voy la'nati. Zombilar shu yerda ekansizlar. Sizlarni o'ldiraman. Qishloqlar uchun qasos olaman. Yo, bile. Bu yerdagi zombilarni. Shahar mana shu tarafda, kanalga. Yo'qollar. Yo, tezroq qochish kerak. Qo'sh. Yigitlar, qochinglar. Zombilar. La'natga qani. Uyga kiramiz. Bu mening qo'shnim Lordning uyi. O sandiqda 2 ta, yo'q 3 ta non bor ekan. Ajoyib. Nonni olib ozgina yeb olsam edi. Yo'q, qornim to'kgan. Yaxshi. Zombi yo'qolib yuribdi. Boshqalar ham kelishyapti. Qani yo'qollaring, la'natlar. Shaharga qochishim kerak. Shaharda askarlarni topib olsam zo'r bo'lardi. Mana sizlarga la'natlar. Yo'q. O'zlaring orqasida sal qoldi o'lib tashlashadi. Yo'q. Yo'qolib yurdim. Qishloqqa yo'q. Mana senga, mana. O'rtalarga tashlashdi. O'ldim. La'natli. Kuchim qolmadi. La'natli. Yo'qol. La'natli. Minoraga yashash. Yo'q. Tegma. La'nati yo'q. Nima? U bolasini ko'tarib olgan. Yordam. Qoch. Bolakay. Jitil, to'xta. Jitil, to'xta. Yo'q. Yo'q, tegma. Yo'q, jitilga tegma. La'nati. Yaqinlashma. Ular menga tegma qo'yishdi. Nima? Men hozirmen. Yo'q. Mana u menga tegdi. Yo'qol. Yo'qmi? Yo'q. Yo'qollaring. Jitil. Qoch. Jitil. Yo'q. Jitil. O'sha yerda tur. To'xtat, Jitil, qoch. Kir ichkariga, tezroq. Jitil. Mana, yo'qollaring. Jitil, qanasan? Jitil, qochishimiz kerak. Ertalab bo'ldimi?
seshonni oldim. Biroz bo'lib la'natli zombilar. Do'stlar, men ustimdagi barcha narsani yechib tashladim. Yugurish uchun qo'rqoqlik qildim. Qochib ketdim. Jetilni tashlab ketdim. Creeper. Ular qachon yo'q. Notaviy zombi ham yuribdi bitta. La'natli. Men qo'rqoqman. Do'stlar, keyingi qism 3 ta like va 3 ta obunachidan so'ng chiqadi. Jetillar nima bo'ldi? Oyimni yo'qotdim. Men esa dadamni. Xayr, bu bo'lishi aniq edi. Men shaharga ketaman. Yo'q, ketma, iltimos. Afsuski, ketishga majburman. Endi bari tamom do'stlar. Bari tamom. Shaharga boraman va u yerda yana tirik qolishga harakat qilaman. Shuncha odam tirik qolibdi. Ular shuncha vaqtdan beri yashirinib o'tirishgan ekan. Hech biri chiqmadi. Hech biri yordam bermadi. Biz Jetil bilan qancha yordam so'radik. Afsuski, hech biri yordam ham bergani yo'q. La'natlar. Jetil, to'xta. Jetillarga tegmalaring. La'natli ifloslar. La'natlar, Jetilni o'ldirishdi yana. Yana bitta Jetil halok bo'ldi. O'zi kechagina paydo bo'lishdi. Kecha ertalabmi, kechqurunmi bizni qishloqni tezda vayron qilib tashlashdi. Jetillar kamayib ketdi. La'nati. Bo'pti, tezroq qochish kerak bu yerdan. Shaharga borish kerak va u yerda tirik qolish kerak. Yonibsan-ku axir, nimaga hujum qilasan? O'zingni o'yla, ahmoq zombi. Hattoki menga ham e'tibor bermaydi. Ularga ko'proq Jetillarning go'shti masala. Voy, sen la'nat kichkina. Seni deb, sen mening Jetil do'stimni yeb yubording. Yo'qol. Yo'q do'stlar, qochish kerak. Xuddi mana shunaqangi bo'luvdi voya ham. La'natli Jetil bolasi. U oldin bola edi. Oddiygina, sho'xgina bitta bola edi. Hozir esa maxluq. La'natli. Mana shu daraxt soyasida biroz dam olib olishim kerak. Och ham qolib ketdim.